Nobel mukofotiga tavsiya qilingan G'asparali. Jadidlik harakati asoschisi Ismoil G'asparali 20-asr boshlarida nafaqat Rossiya musulmonlari, balki butun sharqda mashhur va dong'i chiqqan shaxslardan biri edi. 1910-yil Fransiyaning Musulmon dunyosi jurnali G'asparaliga tinchlik bo'yicha Nobel mukofotini berish taklifini ilgari surdi. G'asparalining nomzodi uning madaniyatlar aro muloqot va ma'rifiy faoliyatni rivojlantirishga qo'shgan ulkan hissasi sifatida asoslangan edi. Uning tilda, fikrda, ishda birlik shiori ostida olib borgan turkiy xalqlarni birlashtirish borasidagi faoliyati xalqlarning milliy madaniyati va siyosiy ongini yuksaltirishga xizmat qildi. Bu esa tinchlik bo'yicha Nobel mukofotining talablariga to'la mos kelardi. Biroq qo'mita qurolsizlantirish kampaniyasini muhimroq deb hisoblab, mukofotni Xalqaro tinchlik byurosiga berishga qaror qildi.